Har qanday davlat taraqqiyotining kushandasi bo'lgan korrupsiyaga qarshi kurashish bugun mamlakatimizda eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Zero mazkur xavfni batamom bartaraf etish zamirida vatanning nurli istiqboli, xalqning farovon hayoti yotadi. Ammo ushbu illat domiga jamiyatda qonun ustuvorligini ta'minlashga mas'ul bo'lgan shaxslarning tushib qolishlari esa juda ham achinarli holat sanaladi. Korrupsiyaga qarshi kurashish yo'nalishida Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent shahar bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda 2025-yilning sentyabr oyiga qadar Shayxontohur tumani prokurori yordamchisi lavozimida ishlagan, hozirda Uchtepa tumani prokurori yordamchisi bo'lgan mansabdor shaxs xizmat mavqeyidan foydalangan holda yakka tartibdagi tadbirkorga Shayxontohur tumanida joylashgan ikkita uyning yerto'la qismidagi noturar maydonlarni ijaraga olib berganligini ro'kach qilib, undan 15,000 AQSh dollarini o'ziga tegishli avtomashinada olib, hodisa joyidan qochishga uringan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Birinchi o'rami sanaymi? 100 dona 160 turadigan jami 10,000 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jami 15,000. Hozirda holat yuzasidan Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan mazkur prokuror yordamchisiga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Hurmatli fuqarolar, kundalik hayotda bu kabi qonun buzilishi holatlariga duch kelsangiz, Davlat xavfsizlik xizmatining 1520 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qiling. Shaxsingizni sir saqlanishi kafolatlanadi.